Aka, xazinem dərisxanəsi balalar çöçəkləri yollabdı. Hə, bana mən gəldim, umaq sınlım. Balalar çöçəkləri anlamakçı olsanız Xazinem YouTube kanalını qoşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ailənin bəxti, aləmnin şadlığı, omaq çeçən dostlar, yaxşımsızlar? Bugün həm sizlər ən yaxşı gördüğün çöçəklərdən burunның burnusda namlıq çöçəkdir. Aqıllı qız degan bir hekayəni əlib gəldim. Omaq dostlarning yoqtirib anglashini umid qilamiz. Qadimki zamonda keng bir yaylaq bar ekan. Onunda qo'y, kala, töge, tayla, bo'g'umaral qatorliq hayvonlar o'tlaydi ekan. Bu yaylaqning atrofi qavat-qavat egiz tog'lar bilan o'ralgan bo'lib, qo'yni bakmo iliq ekan. Bahor va yozli bo'ladi ekan, qish bo'lmaydi ekan. Havosi tanga rohat, suzuk suvlari asal tamlik ekan. Bulbullari nava aylab, qalg'achlari sho'x usul o'ynaydi ekan. Bu go'zal yaylaqda Qasim ismli bir buvay bor ekan. Buvay duttar chelishga usta bo'lib, uni ozdab texi sunoyg'imi til kirgizib etadi ekan. El yurt ichida obro'yi cho'ng bo'lib, gipi gap, so'zi so'z ekan. Buvay lekin doim ichida mundaq deb o'ylaydi ekan. Yaşım 77. Yalğız kichik birli qizim bor. Hey, agar mening bir o'g'lim bo'lgan bo'lsa, o'g'il bola degan otning o'ng qanoti qirg'anni bir yo'lanchak, jonning royidi. Men hozirgi holimdan bezorman, beshimga kunsiz qandoq qilaman? Sarılıb o'ylab qoladi ekan. Nurg'un yillar o'tibdi, lekin Qasim buvayning bu o'ylaganlari yanada amalga oshmay, o'g'il farzandlik bo'lolmabdi. Buvay shundoq yig'lab turib, kasal bo'lib yetib qolibdi. Hali kundan kunga eg'irlashib, nafaslari bo'g'ilishga boshlabdi. U oxiri bu dunyodan umidini uzibdi. Onun yalğız kızı Gülsüm her günü sahərdə o'rnidan turib, uy ishlarini qiladi ekan, qo'y qo'zlarni boqadi ekan. Gülsüm qiz bo'lgan bilan nayt chechan, qo'li gul ekan, harakatlari xuddi chaqmoqdek tez ekan. Bu qiz buvay uchun kuch-quvvat ekan. Buvayning kesli eg'irlashib, sakratga tushib qolibdi. Dadasining bu holini ko'rgan Gülsüm qiz ko'z yoshlarini to'kib, dadasining atrofida parvona bo'pti. Neç taqlavallarının nerisida dağlıq bir tebib bar deganni anlab, onun tutqan doğrularının shunchalik shifolikligini bilibdi. Gülsüm oxiri yo'l tayyorlik qilib, bo'yniga o'q ya yeniga shamshar isib yo'lga chiqibdi. El uyquga yotgan chog'da qiz bir davonga yamishibdi. Bu davonda nurg'un bo'ri bor ekan. Gülsüm qizni ko'rgan och bo'rilar uvlashga boshlabdi. Barg'an siri yiqillab Gülsüm qizga xirs qilishga boshlabdi. Lekin qiz qancha tamtirmasdan o'q yadin bo'rilarga o'q uzibdi. Har bir o'qya bir bo'riga tegibdi. Atrof bo'ri o'ligiga to'lishga boshlabdi. Biroq bo'ri bak ko'p ekan. G'aljirlashgan bo'rilar ha deb hujum qilib, Gülsüm qizni tamtiratmoqchi bo'lishibdi. Qiz terlab, tepchirab bir hazar jang qilibdi. Oxiri o'q tugab besh qetibdi. Shu chaqda uning esiga cho'nglarning mono gibi yog'dag'i ketibdi. Bo'ri o't va yo'riqlikdan qo'rqdi. Qiz darhol bu gap bilan tang quruq o'tin, shox-shumbalarni to'plabdi.
Qizda sarang yo'q ekan. U darhol bir jup toshni elib, ko'ynakning yengidan kichikkina yirtib, toshning orasiga elib turib, ikki toshni bir-biriga surkabdi. Toshdan o't paydo bo'lib, latiga tutishibdi. Qiz xushal bo'lib, o'tni o'tinlarga tutashtiribdi. Bo'rlar yolqinliq o'tdan qo'rqib badar qochibdi. Qiz yo'lini davomlashtiribdi. Tog' davan cho'llarni besib, cho'lpon tutgan chaqda, qarong'i tushay degan chaqda tibib bor mahalga yetib kelibdi. U tibibni tepib, dori darmakni elib, orqasiga yenibdi. Yo'lg'unlar, gul, giyohlar xush tabassum bilan qizga ta'zim qilishibdi. Gulsum qizning elib kelgan dorisi buvayga shifo qilibdi. Buvay saqiyibdi. İştahası kundan kunga ichilib g'izonini obdan yeydigan bo'pti. Qizning botirligidan rozi bo'lgan Qosim buvay, Qizim, mening aqlim chal ekan, meni kechiring qizim. Men o'g'lim yo'q deb zorinib yuribdiman. Hey, endi mening ko'nglim to'q bo'ldi. Men bilmabdiman balam qiz bolami bor ekan. deb Gulsumdan kechirim so'rab bag'riga besibdi. Gulsum qizining bu qaysarligi yayloqdagi cho'nglarga yarabdi. Eldan elga tarabdi. Shundan beri bu yayloqda yirtqich yo'llamaydigan bo'ldi. El xotirjam, boyashat turmush kechirib, yishini yashab, ishini ashlab o'tishibdi. Omoqchi do'stlar, bu cho'chakdan Gulsumning nayt aqlli qiz ekanligini bildik shundaqku. Amaliyotda botirlik o'g'illarga emas, qizlarga xos bir xislat. Bugungi bu cho'chkimiz nishon oxirlashdi. Aytganmish vaqtda cho'chak anglashni unutib qolmaylik. Xayr, xo'sh,